Uyingizda mında o'xshagan quvvat sho'rpisi etishni o'rganib oling. Etli suli intayin oddiy birlik o'zingiz o'rganib olasizlar. Ta'mi gap ketmaydi. Yet yiqilishib qoldi, hamma xonim qizlarimiz cho'qim o'xshagan sho'rpa qilishni o'rganib oling. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topolmay qolasiz. Go'shtni o'zingizlarning ehtiyojiga qarata to'g'rab tayyorlab olsanglar bo'ldi. Avval go'shtni suvoq silib qaynatib olamiz. Qaynayotgan suv go'shtni salsa qizirib oldi ham ta'mimi g'ayri chiqib qoldi. Shunga suvoq silib qaynatib olgandan keyin ko'pikchilarini pak suzib elib etamiz. Ko'rib kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsimizning 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Undan keyin sho'rpiq saldigan savz, chamg'ur, qo'noqlarni videoda ko'rsatgan cho'nglikda to'g'rab tayyorlab olsanglar bo'ldi. Endi bularni sho'rpining suyiga silib 20 minut atrofida qaynatib olamiz. Ondan keyin cho'ng ustamning kol qo'ygich tetitqisi yeni sho'rpa sag'anti saldigan tetitqisidan bir bo'laq selib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bo'lmish oilada sho'rpa salsam ta'mini yaxshi qaramayotmi? Etlar yiqilishib qavatida bir o'xshagan go'shtlarni silib pishasam bo'ldi degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab yaqinlar ta'mi gap ketmaydi. Go'shtdagi g'ayri pura g'ayri ta'mlarni yo'qotalaydi, ko'ngliga tegmaydi va. Ondan keyin mushu pichak guli yeni shayo deb qo'yamiz. Ondan keyin pomidor, no'qutlarni silib taxminan 20 minut atrofida qaynatib olgandan keyin go'shtlarimizmi, savz chamg'urlarimizni pishib tayyor bo'ldi. Eng oxirida chilan, alqatlardan silib iste'mol qilsak bo'ldi. Ajoyib o'xshaydi. Ta'mi o'zgacha, ko'ngilga tegmaydigan quvvat sho'rpamizni tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Qiynamizsizmi etib sinab yaqin. Kelar qisanda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.